Bizga 3 ta gumma, 2 ta choy. Yana nima deb qo'shaymi? Yetadi. Anaqa choy stakanda bo'lsin. Bo'ldi istaganda. Mana o'tirgan ikkita yer-xotin artistni qarang. Ikkalasiga 3 ta gumma, 2 ta choy. Yana choyni stakanda bo'lsin deb. Stakanda aytdi. Shunaqa. 3 ta olasizmi? Qani yana qaytib kelsa 18 yoshim. Qani yana muhabbatdan aylansa boshim. Sen ham yana kelarmiding ayt qalam qoshim. Qaytib kelarmi? Assalomu alaykum. Kelibsizlar? Va alaykum assalom. Men sizlarni tanidim. Artistlar, Aktyor. aktyor. Sizni kuzataman. Rosa mahoratlisiz. Sizga sabr. Rostdan ayolingizlar? Ha. Yana sabr. Men shu 4 yillik gummani xo'jayiniman. Nimaga 3 ta dona aytdinglar xolos? Gumma agar sharoit bo'lmasa bemalol qancha ketsa iste'mol qilishinglar mumkin. Sizlarni mehmon qilishda men xursandman. Avvalambor taklif uchun rahmat. Biz bundan 21 yil oldin turmush qurganmiz. Yangi ro'zg'or, yangi oila, 4 ta gumma olishga sharoitimiz yo'q edi. 3 ta gumma, 2 stakan choy. Zahro, o'sha paytda siz ko'proq ishlaysiz, ko'p mehnat qilasiz deb ikkitasini menga, homilador bo'lishiga qaramasdan bittasini o'zi yerdi. Hozir qimmat restoranga kirishga imkoniyatimiz bor, lekin o'sha davrni eslash uchun mana shu gummaxonaga keldik. Qolaversa, kibrni sindirish uchun. Xush kelibsizlar. Uzr, men sizlar haqingizda ozgina noto'g'riroq fikrlayman. Ayniqsa kelinsiz haqingizda. Eshigimiz doim sizlar uchun ochiq. Sizlar aslo kibrli emas. Kelibsizlar. Bu hayot seni menga berdi. Senga qo'shib shirin-shirin farzandlar berdi.